Короче, hammaga. Короче, nima kerak? Vlog 112. Ya'ni nima deyiladi bu? Favqulodda vaziyatlarga telefonmi shunaqa olyaptimi? Olyapti. Xo'p. O'tirgan joycha lokasiyasini qaranglar, mana bunaqa joyda turibman. Xo'sh, o'tgan safargi muammo bo'yicha, yana tortishib qolgan game bo'yicha Jahongir aka, siz bo'yingizcha. Ko'rmaysizmi bilaman. Ko'rmaganimni aytayapman. Короче, o'sha brat bo'yicha telefon qilishdi kecha. Ertaga Navoiyga kela olasanmi dedi, soat 3 gacha dedi. Ha, mayli dedim, boraman dedim. Endi o'zi Navoiyga keladigandim-da. Keyin kelaman dedim, xo'p dedim. Короче, tuta keldim. 3 gacha deb tushungan ekanman. Aka 3 ta kelgan ekan. Men tushunmabman. Men 3 gacha ishlaydi bugun shanba deb o'ylabman. Kelsam hozir brat aytdi, hozir bitta telefon qilaychi dedi. Bratga qarab turibman. Mayli. 3 gacha ham vaqt o'tib ketadi. Hozir shunga qarab o'tiribman. Ko'ramiz voqealar rivojini. Hozir Navoiy viloyati ichki ishlar emasdi, yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha bir nimalarda yuribman-da, bir nima joyda-da. Esimdan chiqib ketdi men. Lekin normal qurilgan joycha ekan, qan ko'rinmaydi endi, qayerdadir-da. Shu. Bu yerda hech narsa videoga olmayman. Ha, mana Amir yozilgan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi. Ko'rinyaptimi? Ay, o'sha yerga yozilgan. Lekin respekt. 30 kunda aloqaga chiqamiz deb. To'g'risi 30 kun ichida deb. Ha, aloqaga chiqdi. Endi bu yo'g'ini ko'ramiz. Hozir erta xursand bo'lishga shoshilmaymiz, chunki bu yoqqa kirgandan keyin fantastika bir nima bo'lishi mumkin. Hozir nima qilmoqchi emasman, просто brat to'sdan shikoyat qilaman, tuda deyman. Keyin uni ham oilasi bor, uni ham ishi bor. Unga ham ish kerak, pul kerak, shuning uchun bratni chaqiringlar, iltimos deb bo'lmaydi. Bratni chaqiringlar, uzr so'rasin, bo'ldi deyman. Bu safar bunaqa ish qilmasin deyman yoki dashni tortishveraman deyman. Shu